Bugun sizlar bilan og'iz hidlanishi haqida gaplashamiz. Og'iz hidlanishining sababi bir nechta. Birinchi sababi misolning tishlardagi o'zgarishlar, karies va boshqalar bo'lishi mumkin. Keyingi sababi oshqozon ichak traktidagi buzilishlar, ishning doimiy qotishi, ya'ni qabziyat, shu kabi muammolar. Undan tashqari aynan lor sohasiga tegishli bo'lgan qismi tomoqdagi anginadagi, ya'ni tanzilli hisobiga yig'iladigan kazioz, probkalar hisoblanadi. Stomatologga murojaat qildingiz, tishingizni misol uchun davolatdingiz, karieslar bo'lsa tuzatdingiz, tish tomoni hammasi yaxshi. Gastroenterologga murojaat qilishni sizga tavsiya qilishdi, gastroenterologga bordiz, oshqozon ichak traktida muammo yo'q deb aytishdi, lekin sababini topa olmayapmiz. Bu aynan lor sohasidagi, ya'ni tanzillit hisobiga anginalarda, tushunarli bo'lishi uchun angina deb aytamiz, tanzillit hisobiga tangli yumurtagida, ya'ni bodomchilarda yig'iladigan kazioz massa hisobiga og'iz hidlanadi. Bu qanaqa ko'rinishi namoyon bo'ladi? Ba'zida og'iz chayganda, tish yuvganda xuddi tvorogga o'xshagan massaning tupik yoki sizga ko'rinishi yoki og'izdan xuddi shu narsani uchib tushishi holatlari kuzatiladi. Xuddi shu narsa tangli yumurtaga yig'ilgan kazioz massa hisoblanadi. Bundan qanaqa qutulish mumkin? Avvalambor eng oddiy usuli tomoqni o'zingiz uy sharoitida tez chayib turishingiz mumkin. Mana shu chayish ham foyda bermasa, lor shifokoriga murojaat qilish kerak. Va tangli yumurtaklar, ya'ni bodomcha bezlar har kuni bir hafta 10 kun davomida yaxshilab yuviladi va o'sha kazioz massalar chiqib ketgandan keyin og'iz hidlanishiga sababchi bo'layotgan massalar chiqib ketgandan keyin og'iz hidlanishi shu bilan qoladi. Lekin bu kazioz massalar yig'ildi, vaqti bilan baribir bu sizda yig'ilib turishi mumkin. O'shaning uchun har 3 oyda yoki har 6 oyda yoki yiliga 1 yoki 2 marotaba lor shifokoriga murojaat qilib 5 kundan 10 kungacha bo'lgan muddatda albatta tomoqni yuvdirishni tavsiya qilamiz va shu kazioz massalar tozalangan hisobiga og'iz hidlanishi yo'qoladi. Siz va sizning yaqinlaringizda ham shu kabi muammolar bo'lsa bizga murojaat qiling, malakali yordam beramiz.